Selam dostlar, sizlerle bugün Max William'da baba qo'lingizga qilich olib jangga kirishmoqchimisiz? Ha buni men qavriga malika kuchdan qolmadim. Men jangga kirishaman. Sen qoch bu yerdan. Bu yerdan boqila olmaysan. Xo'p, menga o'zingiz bergan qo'shin bor, biroq anchagina ana shularni toping. Xo'p, sunduqda narsalar bor. Kim joylashtirib olaman bularni? Ko'rib turganingizdek bizga hujum bo'lyapti. Men bu yerdan tezda qochishim kerak hozirda. Asosiy ish shu mana. Bobom bosh qo'mondon bo'lgani uchun unga tahdid solib bizga hujum boshlashdi. Bu yerdan qochishim kerak. Biroz askarlar ham yo'q hozirda. O'zi asli bobom ishdan bo'shab ketgan, lekin baribir bobom xavfli. Agar bobomni ishga qaytarib olishsa, yo'g'irlarga juda xavfli bo'lib qolardi. Salom Sardorim aka. Ha, nima deysan? Ana yoqda hujum bo'lyapti, o'zim bo'lyapti shekilli. Shuning uchun men tezroq bu yerdan qochmoqchi edim. Men shu eski uydagi narsalarni olaveraymi? Ol, bu yerdan ketmoqchi bo'lsak tezroq ket. Boboga ha fostidami? Ha. Boboga nima qildi? Hali tirik bo'lsalar kerak, lekin jangga kirishgan edi. Shuning uchun jangni boshladik biz. Oh no. Ishtimi bo'lmadi yana o sunnaychi. Janob sunnayni javob. Ma'rufat. Aka siz o'lasiz. O'ldirdik. Nima kerak? Ancha narsasi ichida bo'lgan ekan. Joyni olganimizdan bir tiyinli foyda bo'lmadi. Biz ana shu taraflarga ketamiz. Mana bu yerga olamiz. Biz endi o'zimizga davlat tuzishimiz kerak. Bobom bilan gaplashayotgan vaqtimiz shuni gapirishayotgan edik. Bobom yangi davlat tuzayotgan edi. O'zimga davlat tuzishim kerak. Davlatda nechta odam bo'ladi, nechta askar bo'ladi bilmayman. Ammo shunisi aniqki, bu uzun serial film. Yetarli shuni oldik. Qanaqasida? Vah! Men büyük jangchiman o'zi уже. Bir pasdaman. Bu atroflar ham villajerlarga tegishli. To'g'rimi askar? Ha, bu yoqlar shunday, bizga tegishli. Lekin villajerlar hududida o'tib ketma. Hop. Uydan devorimni yangi devon yasashim kerak. Men
Babam asıl babam emas, u boqib olgan edi. Shuning uchun ham villager o'yinchi. Biz villagerlarni yaxshi deyman. Villagerlarni juda o'zganim uchun ko'p o'yinchilar ham villagerlar bilan birga bo'lgani uchun villagerlar bizga hujum qilyapti. O'yinchilar villagerlarga yordam berishi mumkin bo'lgan kuchli odamlar deb hisoblaydi shekilli villagerlar bizga hujum kech tushyapti. Menda hali divan yo'q, baza yo'q. Mayli, bu atroflar villagerlarga tegishli. Yaxshi bo'libdi. Qanaqa nima chaq? Ip qolursun. Boshqa narsa yo'qmi? Atrofda yo'q. Gülse nerede çadırlar gördün mü? Ay ayağım. Daim şu halette. Ne? Olmasa hala ciddi mi? Ey. Ne kadar? Lekin hozir qochishim kerak. Yo'q, anam chanoqda to'la villager topishim kerak. Ular menga yordam berishadi axir. Villagerlar, qayerda borsiz? Yo'q. Ay, menga yordam ber. Yo'q, o'zim villagerlar ham. Yorqamdan kurtardım lütfen. Rahmet. Yardım için rahmet. Oğlum gündem ilişkide ölse gerek. Yok, ben getiremem. Önceliğim yok. Ahir ben çadır gördüm şu etrafta. Rakımdır gördüm. Ama bence yok. Baba. Ben oldum. Hammasini boshdan boshlashim kerak. Shuncha narsa qaysi taraflarga ketgan edim. Baba turibsiz. Qoch bu yerlarda tezroq. Yo'q, menga degansan. Tez ursan olasanmi? Hech narsa yo'q. Bu babam kurşunu tashlab ketdi.
Endi o'zingdan ko'rlaring. Qo'llaganingizda, lekin endi yengilmaymiz. Villajерlar. Villagerlarga shon sharaflar. Volga. Lekin bulardan ham to'sib qolish kerak. O'z armiyamni tuzishim uchun. Keting. Qo'lga olamiz. Oliy rotosomalarni. Bunda bitta izmarik bor. Bugunchalik mana shu uyda uxlayman. Tongni martalar. O'zim-yu. Monster. Balki ketars. Ket. Yo'q. Oh. Joker. Zarbe. Yetladim. Eli qoch. Bunu birlatib qo'ya qo'yinglar. Aqlli. Uxla. Olmasam. Ana bitashlarli bo'ldik. Kechirasizlar endi. Tuxumni olibdan bir tutadilar. Tık. Kimlar olishni? Oskar bo'ldi. Yo'qdi. Qo'ydim. Oskar'ımın hakkını yukarı beraber gidiyor. Ana. Ne? Oscar lan. Bu hayır. Yok ben uyumga qaytyapman. Qanaqasiga uyumga qaytdim? Orolda boshqa bir joyga o'tirib. Onda qanarsani. O'shkarim. Ketdik. Orol boshqa chakkasiga o'tirib, boshqa chakkasiga turib. Nima deyapti menga? Yo'q. Ketaman. Ben daryolarda o'tirmoqchiman. O'lgan joyimga qaytib boramanmikan? Ya hammayog'im tugadimikan? O'sha keladi. Keldi. Yugar. Qaytlarda olavim. Gülü joylar. Mayli etib qolganmi? O yana temir olib o'tdi. Kechirasizlar endi onda shu videoga montaj sistemlamoqchi edim. O'shandan qolib ketibdi kichkina narsalar esdan chiqib yo'qotvormoqman. Buni aytib qo'ya qoldim. Idat. Ana kelaryaptimi kelasi?
Qayerlarda oladim endi? Mana shu atrofda edim. Mana shu atrofda edim. Qayerda edim? Ya bu ko'nlar ekan. Qayerda edim? Mana shu atrofda oldimda. Shunda mana shu yerlarda yugurdim. Lazerlar yordam. Lekin hech kimni topmadim. Ya boshqa tarafda yugurdim. Tamam mayli. Shuncha narsamga yapti. Kuchli raqib bo'lgani uchun qancha uyimga qaytganimni sababini bildim. Men yotog'imni olishni unutgan edim. Shunga qaytishni o'ylardim yana deb qaytarib qo'yilyapti mana. Lekin men ahmoq. Qaytardim. Birgina qilichimni topganimda ham edi, birgina qaysi birining farqi yo'q. Zirhimnimi? Tepani ko'rdim juda. Agar shu videoga 20 ta like yig'ib bersalaring, ikkinchi qismini chiqaraman. Bu boshida aytganimdek serial bo'ladi. Bu askarlar ikkita emas, balki 200 ta bo'lib ketadi va men o'lganimda yana narsalarimni hozirgidek jinnidek yoqtirib yurmaslik uchun bir ish qilaman. Bunga hech kim qarshi bo'lmaydi degan umiddaman. O'zimizga qo'yman. Askarlar. Mana shu narsalarni ko'raman. Yo'q, bunga ish qilmang. O'zim kiraman. Ama jalgalmaysa. Mana oldu. Öbür oyuncu ular. Tutuverdi ko'rgancha. Uni bir nimaga tushib qolganga. Nima ma'nosi bo'larkan? Lapatga bilan qasdib tashlagan. Bo'pti do'stlar. Ana shu uyga yetib borib, ana shu ta'minlayman. Ya.
Mana shu yerga olamiz. Brat. Ye? Yo, brat. Qanaqa chiqasiz? Siz hozir urasiz da. Bulbul. Uzr so'rayman. Uzr, brat. Hiç parayım. Neden doğru olmadı? Neden olmadı? Askerlerden bütün gidiyoruz. Gitmen zorlamış ekan. Bitta o'zini egalari bor ekan. Videoni bitta to'xtatmaymiz ekan. Ana shu yerga yetib borib videoni to'xtatamiz endi aniq. O'tiring. O'tir. Nima o'tir? Yo'qotilgan narsalarni sotdan to'plab olamiz. Chiqqan. Temir. Nima bitti işleri? Bo'pti do'stlar, sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz. Ikkinchi qismi uchun aytganimdek 20 talik sizlardan so'rab qolaman. Ham so'rab, ham iltimos qilib qolaman. Bo'pti, xayr. Yaxshi qoling. 5 ta obunachi ham topinglar iloji bo'lsa.